Tomdan bitta chemodan topib oldim, hozir ichini ochib ko'rsataman. Bir chemodan sovetskiy pullar. Eslaganlar bormi? Ishlatganlar bormi? Hamma nominaldan bor ekan. Dodam menga mana shu 10 so'mlik haqida ko'p aytib berganlar. Mana shu bitta 10 so'mlikni o'ziga ancha narsa olsa bo'lgan ekan. Internetdan qarasam, mana shu bitta dona 10 so'mlik hozirgi paytda o'zimizda 300 ming 400 ming pulimizga to'g'ri kelar ekan. Bu yerda pochka qancha pul bo'ladi? Men bu yerda mana 10 so'mlik bilan 25 so'mlikni bankdan chiqqan lentada pochkasi bor ekan. 10 rubl, mana pochkasi 1000 rubl, kassir qo'li prям lentasida turibdi hali. O'zimizda sumka pullar 1, 5, yana boshqalari ham bor ekan. Eslaganlar bormi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.